Koreyada sizcha baliqli pirojka yeb, Koreyaning prezident saylovida 8 yildan beri o'z ko'zim bilan ko'rgan bir ikkita faktlar haqida sizlarga aytib beraman. Koreyada prezident saylovi boshlanganda prezidentlikka nomzod qo'ygan odamlar ko'chada, mashinada qo'shiq aytib, raqsga tushib, meni tanla deb oddiy xalqdan iltimos qilib yuradi. Koreyada oddiy xalq prezidentini o'zi saylaydi. Lekin o'sha saylangan prezidenti qiyshiq yo'ldan ketib qolsa, ertasi kuniyoq lavozimidan tushirib yuboradi. Shu paytgacha Koreyada prezident bo'lib saylangan bir ikkita odamlar hozirda qamoq jazosini olyapti. Shu yili lavozimidan ayrilgan eski prezident ham hozir qamoq jazosini olishga sudma-sud qatnab yuribdi. Lekin bu safar Koreys xalqi faqat oxirgi marta prezident bo'lgan insonni emas, balkida unga qo'shib xotinini ham qamatib yubormoqchi va hozirgi paytgacha sud jarayoni ketyapti. Koreys xalqi juda ham kuchli, hammasi birga bo'lib ko'p narsalarni hal qilib tashlaydi. Sizlar ham baliqli pirojka yeb ko'rganmisizlar? Ichi baliq, usti non. Baliqli pirojkani alohida birga yeydigan sousi bor. Bu sous bilan esa yanada mazali bo'ladi.